Asaldan ko'proq fikr olasizmi yoki onajoningizni maslahatlariga muhtojlik sezasiz? Biron bir qaror qabul qilishda. Mavzuga qarab, misol uchun bulardan so'raydigan mavzu bo'lganda bulardan so'rayman. Ulardan so'raydigan bo'lsa asaldan so'rayman. Ko'pincha o'zim bilganimni qilaman. Zo'r javob. Zo'r javob, chunki erkaklik statusi saqlandi va nazoratni o'zida ushlab qoldi. Bu manipulyativ savol, bu yerda oilaviy munosabatlarga ta'sir qiladigan va erkaklik g'ururiga ham david qiladigan manipulyativ savol berilgan ikki variantdan birini tanla deyapti savol. Har ikki variantda ham Shohirxon yutqazardi bu yerda, lekin Shohirxon o'zini kuchli javob bilan vaziyatdan go'zal chiqdi. Ya'ni mavzuga qarab maslahat so'rayman. Keyin esa ko'p holatlarda o'z bilganimni qilaman. Agarda sizga majburiy ikki variantdan birini tanla deydigan manipulyativ savol berilganda, siz o'zingizni uchinchi variantingizni o'ylab topib, javob berishingiz kerak. Shu tipda kontentlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'linglar va dominant pozitsiyani saqlashga o'rganishlaringiz mumkin.